1040 ga 1040 qo'shsa necha bo'ladi? 2080. 10 qo'shsa? 2050. Ah boyvuchcha, sohib jamol, qosh ko'zi popikdek, lablari esa g'unchadek. 2050? 2090. Yana 10 qo'shsa? 3000. 3000. Qayerdan bildingiz? Qo'shing dediz-ku. Senga shohona pocha postini hadya etaman. Qulluq qil. 5 raqami kam bo'lgan, 30 raqam son necha? 5 raqami kam bo'lgan, 30 raqami 25. Rosta. Seriously. Qayerdan bildingiz? 35 ta ayramizda. 1000, 1040 ga 1040 qo'shsa necha bo'ladi? 1040, 8040. Rosta. Seriously. Rosta. Seriously. Kelinlar syomka qilib yotgan ekanda, muhtoj bo'lib qoldim deb YouTube'ga chiqib ketdik. Shundan beri men ana shundan qochaman-da. Shuncha chiqarib bermanglar aytib qo'ying. Ha, keling bitta savol beray sizga. Savolga yo'qmi aytib qo'ying. Maktabda 2 ga o'qidim. Seriously. Rosta. Seriously. Hozir. Odamlar ham bachkana bo'lib ketganda qara. 1040 ga 1040 qo'shsa necha bo'ladi? 1040 ga voy ko'p bo'ladi, 8 million bo'ladimi? Ana ko'rsatuvdi ruschasi nima bo'lardi? Peradachi. Ha, dachani zo'rini tanlabsan lekin. 1040 ga 1000. Voy noto'g'ri savol beryapsiz, bolam. Qanaqasiga noto'g'ri? 1040, 1040 ga 1040 qo'shsa necha bo'ladi? 2800 bo'ladi, bolam. Yana shu so'zlarni chalkashtirishni boshladingmi? Doktor House dachasimi shu? Qanaqa Doktor House, Smart House dachasi-yu. 2008? Ha, men Qayerdan bilasiz? Voy nima, men o'qimabmanmi, matematikani bilmabmanmi? O'qiganman, yozuvim bor, o'quvim bor. Ana shirkatdan ishga borsa, o'qish bilasanmi deydi-da. Biram xafa bo'ldi. Biz o'qiganmiz, biz yozib. Keling. Men seni birorta gapingga ishonmayman. Tushunaymi, yolg'onchi? Masalan, yolg'on gapiravergan boshi yomon bo'ladi. Boshi emas, oxiri. Oxiri yomon bo'ladi. 1040 ga 1040 qo'shsa necha bo'ladi? Bilmayman. 2080. 10 qo'shsachi? 2090. Yana 10 qo'shsa? 3000. Tag'in bular turmushda yuksak madaniyat unvoni olish uchun kurash olib borishyapkanmish. 1040 ga 1040 qo'shsa necha bo'ladi? So'la. 1040 ga 1040 qo'shsa necha bo'ladi? 2080, 10 qo'shsachi? 2090, Yana 10 qo'shsa? 2100. Ming 40 ga 1040 qo'shsa necha bo'ladi? 80,000. Rosta. Seriously. 80,000? Qayerdan bildingiz? Bir tane 40,000, iki tane. 1040 ga 1040 qo'shsa necha bo'ladi? 2800. Siz tushuntirib so'ramadingizda 2800. 2008? Aha. Qayerdan bildingiz? Yo'q, qo'shasiz tabii 1800 ga 1800. Yo'q, 1040 ga 1040 da dedim. Tamam. Hop, 2800. 2600 dedi. Axir odamga o'xshab so'zlasang tushunaman-da. 2800. Ya nega chalg'itasiz? Chalg'ityapsiz siz. Voy qanaqa chalg'itamiz sizni? Mana boyagi savolimni yana boshqatdan qaytarib beryapman. 1040 ga 1040 qo'ysa necha bo'ladi deb qaytarib aytyapman. 1040 ga 1040. 2080 bo'ladi. Ha, endi 2080 bo'ladi. 10 qo'shsa necha bo'ladi? 2090 bo'ladi. Yana 10 qo'shsachi? 3000 bo'ladi. Toshbaqadan tosh toptasi nima qolardi? Baqa. Baqa kelinglar, o'tiraylik mana yerda.